Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, bizlarning videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun 23-iyun, haftaning dushanba kuni. Mana 2 tonna biyagomizga zakas oluvdik kuni kecha. Mana bugun 2 tonna biyagomizda elab bo'lib, endi xaltalash jarayonini boshlayapmiz. Bugun xudo xolasa yetkazib beramiz manzilimizga, Denovga 1800 so'mdan yetkazib berish mutlaqo bepul. Mana shuni 5 razmerda setkada elangan Vichy sort sifati a'lo darajada. Yana bir narsani aytib qo'yay, yozda kunida qo'l shilta biyagomistlarimiz umuman bo'lmaydi. Ko'pchilik biyagomistlar qo'lmasmi, nammasmi deyapti. Yo'q. Biyagomistlar quruq bo'ladi. Quruq bo'lgani bizga ham ma'qul. Qish kunida ham quruq biyagomist bo'lgani bizga ma'qul. Endi yog'ingarchiliklarni hisobga olib buncha quruq saqlay olmaydi odam. Chunki men elayotgan paytida quruq biyagomistlar juda yaxshi o'tadi, odamni qiynamaydi. Yoz bo'lishiga qaramasdan Xudoga shukr, sotuvlar davom etmoqda. Kimga biyagomiz kerak bo'lsa mana murojaat qilaverasizlar. Mana bu yerdagi ikkita polimiz ham 100% biyagomizga aylangan. Xudo xolasa bularni ham elaymiz. Manzilimiz Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasi. 97 244 44 06 telefon raqamlarimiz. Sog' omon bo'linglar, kunlaring xayrli va barakatli o'tsin.